Shoshilinch xabar. O'zbekistonning yaqin qo'shnisida kuydirgi aniqlandi. Qozog'istonning Chimkent shahrida 75 yoshli shaxsda kuydirgi, ya'ni Sibir yarasi kasalligi aniqlangan. Shu munosabat bilan shifokorlar va sanitariya xizmatlari shahar aholisiga murojaat qildi. Bu haqida Kazinform xabar berdi. Nashrning Sog'liqni saqlash boshqarmasiga tayanib yozishicha, erkak joriy yilning 17 fevral kuni shifoxonaga yotqizilgan. Bemor tekshiruvdan o'tmoqda va tasdiqlangan klinik protokolga muvofiq davolanmoqda. Uning ahvoli shifokorlarning doimiy nazorati ostida, deyiladi idora xabarida. Ijtimoiy tarmoqlarda kasallangan go'sht Chimkentga Turkiston viloyatining Sayram tumanidan yetkazib berilgan bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumotlar tarqaldi. Hozirda mutaxassislar ushbu tumandagi chorva suyish punktlarini tekshirmoqda. Zararlangan go'sht olib kelingani aytilayotgan Chimkentdagi bozor ma'muriyati ushbu mahsulot peshtaxtalarga tushgani haqidagi xabarlarni qat'iyan rad etgan. Ular sotuvga chiqarilishidan oldin hamma narsa sinchiklab tekshirilishiga ishontirishmoqda. Shu bilan birga, shifokorlar va sanitariya xizmatlari aholini ehtiyot choralarini ko'rishga hamda go'sht mahsulotlarini faqat veterinariya nazorati yo'lga qo'yilgan rasmiy savdo nuqtalaridan sotib olishga chaqirishmoqda. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning iyul oyida ham Qozog'istonning Akmola viloyati Atbarsa tumanidagi 2 qishloq kuydirgi aniqlangani sababli karantinga yopilganda